Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunlik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qaynamizda diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Xalqaro jamiyat kutayotgan Uyg'urlar haqidagi dokument oxiri e'lon qilindi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Amaldari Michel Bachelet xalqaro jamiyat uzundan buyon kutayotgan dokumentni vazifasidan ayrilishdan burungi oxirgi minutlarda e'lon qildi. Michel Bachelet 31 avgust vazifa o'tash muddati to'shgan oxirgi paytlarda uzundan buyon kechiktirilib kelgan xalqaro jamiyat to'tkuzi bilan kutayotgan Uyg'urlar haqidagi dokumentni e'lon qilgan bo'lib, dokumentda Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur qatorliq millatlarga qilayotgan muomalalarining insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirgan bo'lishi mumkinligi ta'kidlangan. Bacheletning ishxonasi tekshirish dokumentining xulosasida Xitoyning 2017 yildan 2019 yilgacha bo'lgan oraliqda atalmish terrorlikqa va oshqunlikqa qarshi turish nomida Sharq Turkiston xalqiga zarba berishining xalqaro qonun sohasining diqqatini qo'zg'aganligini tilga olgan. Bacheletning ishxonasi tayyorlagan mazkur 48 betlik dokumentda Xitoyning Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarni asos qilgan xohlagancha va kamsitish xarakterlik tutib turish qilmishining darajasi qonun va siyosatga asoslanganda shaxslar va guruhlar bahramon bo'layotgan asosiy huquqlarni texmi umumyuzlik cheklagan va mahrum qilgan ahvol ostida xalqaroliq jinoyat shakllantirgan bo'lishi, bo'libmi insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirgan bo'lishi mumkin deb xulosa qilingan. Dokumentda Xitoyning atalmish tarbiyalash markazi deb atalgan jazo lagerlaridagi qiyin qistoqqa elish, nachar muomala qilish, jumladan noma'lum dorini majburiy yegizish, nachar sharoitda tutib turish, oyoq osti qilish va vahshiylarga zo'ravonlik qilish to'g'risidagi ahvollar haqida to'xtalgan Bachelet bu ma'lumotlar ishonchli degan. Bacheletning aytishicha, uning ishxonasi mavjud bo'lgan uchurlardan qonunga xiloflik qilish qilmishlarining konkret darajasi haqida aniq yakun chiqarishga amalsiz ekan. Ammo Xitoy qurib chiqqan bu aslahalarning Xitoyning qonunga xiloflik qilish qilmishlarining keng ko'lamda yuz berishini munbat tuproq bilan ta'minlaydiganligi aniq ekan. Bachelet dokumentni e'lon qilib bir necha soat o'tgandan keyin, ya'ni payshanba tong saharda Xitoyning Jenevadagi doimiy turishliq o'makining bayonotchisi Liu Yuyin bayonot e'lon qilib, bu dokument Amerika va G'arb davlatlaridan iborat Xitoyga qarshi kuchlar planlagan ssenariy deb bildirilgan. Bachelet oldingi payshanba muxbirlarni kutib olish yig'inida o'zining Sharq Turkiston masalasi haqidagi kishilik huquq dokumentini e'lon qilish masalasida intayin ig'ir besim ostida qolganligini e'tirof qilgan edi va bu besimlarning mazkur dokumentning e'lon qilinishini to'solmaydiganligini bildirgan edi. BDT bosh kotibi Antonio Guterresning bayonotchisi dokument haqida e'lon qilgan bayonotida BDT bosh kotibining dokument e'lon qilinishidan burun mazkur dokumentni ko'rmaganligini aytgan. 30 avgust BDTning umumiy yig'in zalida Michel Bacheletning vazifadan ayrilish marosimi o'tkazilgan bo'lib, 15 minut xo'shlashish nutqi so'zlagan Bachelet Uyg'urlar masalasini tilg'imi olmaganligi va tayyorlangan dokument haqida zuvon surmaganligi sababli ayblangan edi. Xususan, Angliyaning kishilik huquq kengashida turishliq bosh elchisi Rita French, kishilik huquqni ko'zitish tashkilotidagi John Fisher qatorliqlar uni oxirgi minutlarda bo'lsa-mu mazkur dokumentni e'lon qilishga chaqirgan edi. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi bu haqda bayonot e'lon qilib, har qaysi davlatlarning hukumatlarini BDTning bu dokumentiga ovoz qo'shib, Xitoy rejimining Uyg'urlarga qaratgan jinoyatlarini to'sishga chaqirdi. Shundaqla BDT kishilik huquq komiteti irqiy qirg'inchilikning oldini olish ishxonasi, xalqaro emgak tashkiloti qatorliq ko'plagan xalqaroliq organlardan maxsus xizmat guruhi tashkillab, Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur qatorliq turkiy millatlarga ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini tekshirishni va to'sishni talab qildi. Hindistonning Assam viloyatida islomiy maktab chiqib etildi. Hindiston doiralari Assam viloyatida islomiy maktab mudiri va o'qituvchilarni qo'lga olib, maktabni chiqib o'tgan. Al Jazeera to'rining 31 avgustdagi xabarda bildirilishicha, Hindistonning Assam viloyati doiralari seshanba kuni Qur'on bilimlari markazi maktabining mudiri va o'qituvchilarini o'z ichiga olgan 37 kishini atalmish oshqun tashkilotlar bilan munosabati bor degan bahona bilan qo'lga olgan. Hindiston taratqullarining xabar qilishicha, maktab o'qituvchilari qo'lga olingandan keyin Assam hukumat doiralari maktabni chiqib o'tgan.
Bildirilishicha, rayon mas'ullari taratqularga o'zining jinoiy qilmishlarini yoshirishga urinib, maktab qurilmasining ojiz ekanligini, kishilarning bexatarligiga tahdid ekanligini, maktab binolarining texnik o'lchamga uyg'un emasligini da'vo qilgan. Bildirilishicha, Qur'on bilimlari markazi maktabi Hindiston hukumati tomonidan Assam viloyatida chiqib etilgan 3-islomiy maktab ekan. Saqchilarning aytishicha, yaqinda Mirabari rayonidagi jamoat nomli maktabmi to'pi ittirish mashinasi bilan chiqib etilgan. Ma'lum bo'lishicha, Hindiston saqchilarining Assam viloyatida musulmonlarga tutgan yo'lsiz muomalalari va buning natijasida chiqqan to'qinishlar ijtimoiy uchur vositalarida pat-pat tarqalib turadigan bo'lib, ayni vaqtdagi xabarlarda Hindiston doiralarining minglagan musulmonlarni davlatdan qo'g'lab chiqarganligi va ularning davlat ig'dorchiligidagi yerlarga uy solganligini bahona qilib, uylarini ko'chirishga majburlaganligi tilga ilingan edi. Shundaqla islom dunyosida Hindiston mollarini boyqut qilish chaqiriqlari va harakatlari ko'paygan edi. Amerika Xitoy Avasiya shirkatining 26 navbatchi aeroplanini amaldan qoldirdi. Amerika ovozining 31 avgustdagi xabarida bildirilishicha, Amerika hukumati 4 Xitoy Avasiya shirkatining Amerikadan Xitoyga uchadigan 26 navbatchi aeroplanni to'xtatganligini e'lon qilgan. Amerikaning bu qarori Xitoy virus payqalganligini bahona qilib, Amerika Avasiya shirkatining uchishini vaqtincha to'xtatish qilmishiga qarshi berilgan javob ekan. Amerika Qatnash Ministerligi 25 avgust Xitoyning ikki davlat imzolagan Avasiya sayohat kelishimiga xiloflik qilib, Amerika Avasiya shirkatlariga nohaq muomala qilganligini tanqid qilgan. Xitoyning Amerika navbatchi aeroplanlarining uchishini vaqtincha to'xtatish talabi Amerika Avasiyasiga tabi yo'lovchilar orasida virus yuqumi bayqalganlik bahonasi bilan o'tirg'i qo'yilgan. Amerika Qatnash Ministerligining xabariga qaraganda, Amerika nazorat qilib boshqarish tarmoqlari Nyu-York shahridan Xitoyga boradigan 7 Avasiya liniyasi, shuningdek Xitoy Avasiya shirkati, Xitoy Sharq Avasiyasi, Xitoy Janub va Shamin Avasiya shirkati qatorliq 4 Avasiya liniyasini to'xtatgan bo'lib, jami 26 navbatchi aeroplan to'xtatilgan. Ro'yxat agentligining xabar qilishicha, bu aeroplanlar 5-sentabrdan 28-sentabrgacha to'xtatilgan. Amerika Qatnash transport ministerligining aytishicha, to'xtatilgan Xitoy Avasiya aeroplanlarining umumiy soni Xitoy atalmish sug'urta mexanizmi ostida amaldan qoldirgan Amerika Avasiya liniyasining umumiy soni bilan o'xshash ekan. Bildirilishicha, Xitoy atalmish virus yuqumini nolga tushirish nomida bu yil 7 avgust kunidan ilgari agar chet el Avasiyasida 9 kishining virus bilan yuqumlanganligi bayqalsa, mazkur Avasiya shirkatining uchishini 2 hafta to'xtatish yoki aeroplandagi yo'lovchilar sonini 40% ga azaytish kerakligini belgilagan. Amerika Qatnash transport ministerligining oshkorlashicha, Xitoy bu harakati orqali Amerika Avasiya shirkatlarining aeroplaniga o'ltirmoqchi bo'lgan yo'lovchilarning tekshirish natijasini yuqumlanguvchi qilib ko'rsatganligi, ammo Xitoyning aeroplaniga chiqishga tizimlatuvchilarni sog'lom deb diagnoz qo'yib, yo'lovchilarga tengsiz muomala qilganligi, shu sababli Amerika taraf Xitoyga qarshi tadbir qo'llanganligi bildirildi. Xitoyda millionlagan kishi Xitoy virusi sababidan qattiq cheklamalarga duchor qilindi. Xitoyning nurg'un shaharlarida kunsiri avj olgan yuqumlanishga qarshi tadbirlar qaytadan kuchaytirildi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Xitoyda millionlagan kishi qachongacha davomlashishi aniqsiz bo'lgan qattiq cheklamalarga duchor bo'lmoqda. Bu qatim Guangzhou shahrida yuqumga qarshi tadbirlar kuchaytirildi. 19 million nüfusluq shaharda aran 5 kishida virus payqaldi. Shuning bilan virus payqalgan rayonlarda qattiq cheklamalar yo'lga qo'yildi. Shaharda yepiq joylarda o'tkaziladigan barliq faoliyatlar amaldan qoldirildi. Restoranlar yiroqdan mulozimat qilishni boshladi. Guangzhou shahrida yangi boshlangan o'quv-o'qitish faslimi kechiktirilib, avtobus va metro mulozimati qisqartirildi. Shenzhen shahrida 9 million kishi yashaydigan rayonda qisman karantina yo'lga qo'yildi. Shaharda yuqumlanish payqalgan rayonlarga to'siqlar qurildi. Port shahri Daliandamo qattiq tadbirlar yo'lga qo'yilgan bo'lib, shaharda 1,5 million odam yashaydigan rayonda 5 kunlik umumyuzlik karantina yo'lga qo'yildi. Xitoyning rasmiy bayonotlarida uqtirilishicha, Xitoyda bayqalgan yangi yuqumlanuvchilarning umumiy soni aran 1675 kishi bo'lib, dunyo o'lchami bo'yicha normal son deb qaraladi. Lekin bu normal sonmi Xitoyning qattiq tadbirlarni yo'lga qo'yishiga sabab bo'layotganligi hammaning diqqatini tortmoqda. Xitoyning yuqumlanishni nolga tushirish siyosati deb atalgan ijroatlari amaliyotda iqtisodiy ziyonni texmo ig'irlashtirmoqda. Umumyuzlik karantina va taqilishlarning iqtisod va ta'minlash zanjiriga ko'rsatayotgan ig'ir ta'siri bu siyosatga doir talash-tortishlarning kuchayishiga sabab bo'lmoqda.
Hulusi Akar Türk tilida so'zlashadigan davlatlarning ministrlari bilan uchrashdi. Türkiye Davlat Müdafiə Ministri Hulusi Akar Türk tillarida so'zlashadigan davlatlarning Turkiyada ziyoratda bo'layotgan bir qism ministrlari va muavin ministrlari bilan ko'rishdi. Türkiye Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Türkiye Davlat Müdafiə Ministri Hulusi Akar o'zining taklifiga binoan Turkiyaga kelgan Ozarbayjon Davlat Müdafiə Ministri General Zakir Hasanov, Shimoliy Siprus Türk Cumhuriyeti Tashqi ishlar ministri Tahsin Ertuğrul o'g'li, Qozog'iston muavin davlat müdafiə ministri General Sultan Kamaliddinov, Qirg'iziston muavin davlat müdafiə ministri va brigada komandiri General Aqilbek Ibrayev va O'zbekiston muavin davlat müdafiə ministri polkovnik Hamdan Qarshiyev bilan Türkiye Davlat Müdafiə Universiteti harbiy maktabida o'tkazilgan yig'inda bir yerga jam bo'ldi. Hulusi Akar Türkiye qurolli qismlari qo'mondonlari bilan birga mehmon ministrlarini va muavinlarini ayrim-ayrim qarshi oldi. Ministr Akar so'zlagan nutqida qarindosh davlatlar bo'lish sifati bilan bir yerga jam bo'lganligining muhim ahamiyati ustida to'xtalib, hammalarga ayon bo'lgandek dunyoda hech kim yolg'iz qad ko'tarib tura olmaydi. Shunlashqa do'st, qarindosh va ittifoqdosh davlatlar o'zaro hamkorlashishi va uchrashib turishi shart. Biz harbiy mashq hamkorligi va mudofaa sanoati jihatda biz bilan bo'lgan munosabatlarni texmo taraqqiy qildira olamiz. Bu temalarda ma'qullangan biror qaror yo'q. Üstelning üstü boş. Hammaylar o'zining fikrlarini o'ttirg'a qo'yib, birlikda qarorga kelamiz. Chunki tinchlik davridan yaxshi foydalanolmasak, xatar davrida bak kechikib ketgan bo'lamiz. Bu faoliyatlarimiz hargizmi 3-chi bir davlatga qarshi tutgan pozitsiya emas, dedi. Hulusi Akar Shimoliy Siprus Türk Cumhuriyeti Tashqi ishlar ministri Tahsin Ertuğrul o'g'lining kelishi asnosida uningga Siprus bizning milliy masalamizdir, dedi. Ve Azerbaycan Davlat Müdafiə Ministri General Zakir Hasanovga bo'lsa, qarindishim kaptu deb xitob qildi. Rossiyada Vostok 2022 harbiy manevri boshlandi. Rossiyada Rossiya, Xitoy, Hindiston va Ozarbayjon qatorliq 14 davlatning ishtirok qilishida Vostok 2022 harbiy manevri boshlandi. Rossiya Davlat Müdafiə Ministerligining bildirishicha, Rossiyaning 7 ko'p qutb rayoni Oxotsk dengizi va Yapon dengizi Sharqiy dengiz tabiatligida boshlangan hamda Rossiya, Xitoy, Hindiston va Ozarbayjon qatorliq 14 davlatning harbiy va harbiy kuzatuvchilari ishtirok qilgan harbiy manevrda 50 mingdan ortiq askar, 140 aeroplan va 60 urush paraxotini o'z ichiga olgan 5 mingdan ortiq qurol-yarog' va harbiy aslahalar o'rin olmoqda ekan. Bayonotda ta'kidlanishicha, Rossiya bosh shtab boshqarmasining riyosatchiligida davlatning sharqiy rayonida tinchlikni qo'g'dash va harbiy bexatarlikka kafolatlik qilish maqsadida boshlangan harbiy manevr 7-sentabrgacha davomlashadi ekan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atigi xabarimizni ko'rishgacha sizlarni janobiy Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.